The Dubbing eng so'nggi animelar. Telegramdagi Nova TV kanaliga qo'shilinglar. Issiq, voy! Yaxshimisan? Shoshma, qo'lingni suv ostida tutib tursang yaxshi bo'ladi. Hech nima bo'lmaydi, biroz kuydi. Yo'qda. Tushlik tayyormi? Juda och qoldim-ku. Afsus halimas. Hoy, qizni shoshirma. Lekin oya. Bilasan, Makey ham shu yo'l bilan kuchaygan. Yiqilsa ham turib, xuddi Reynerdek bo'lgan. Nima bo'lganda ham akam bu xola kabi sigir xolaga o'xshamaydi. To'g'ri aytding. Arel menga qaraganda ancha og'ir mashqlar qiladi. Hozir ham shug'ullanayotgan bo'lsa kerak. Sen ko'tarilish imtihonini topshirmoqchimisan? Ahmoqlik qilma. Bu imtihon faqat yilda bir marta bo'ladi. Bilaman. Lekin o'qituvchi ruxsat bersa, chetlab o'tish mumkin ekan. Bu faqat namunali eng a'lo o'quvchilarga. Unda meni yashil sehrimga qarang. Roziman, lekin har bir darsga muntazam qatnashasan. Bu menga mutlaqo teskari narsa-ku. Imtihon topshirmoqchi bo'lishimdan maqsad ortiqcha darslardan qutulish. Nima deding? Darslarim ortiqcha demoqchimisan? Yo'q, unda emas. Shunchaki ular hozirgi darajamga mos kelmayapti. Ha, mayli, ko'ramiz. Darajang qanchalik yuqori ekan? Imtihonga loyiqmisan, yo'qmisan hozir bilamiz. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Sinfsiz qahramon 9-qism. たった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は縫い捨てて自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リンクでしょリンクでしょ勇気にして心に翼をつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へUchish bo'yicha Oyga. Hengel ustoz deyarli arifmak bo'lish atrofida turgan edi. Bu eng oliy sinflardan biri. Arel nimani o'ylab shuncha kuchli odamni ranjitdi o'zi? Qoidalar oddiy mashg'ulot jangidek. Jismoniy zarba yo'q. Sehr bilan mening ilohiy himoyamni yo'q qilsang bas. Tushunarli. Lekin keyin yaralansang yig'lama, eshitdingmi? Men yig'lamayman. Yutganimdan keyin imtihonga ruxsat berasiz, to'g'rimi? Hazillashyapsanmi? Menga o'xshagan o'qituvchini yenga olaman deb o'ylayapsanmi? Sinab ko'rmasam bilmayman. Balki uddalashim ham mumkin. O'zingga bo'lgan ishonching haddan oshgan ko'rinadi. Joyiga tushiraman. Xo'p, mayli. Qani ko'raylik, amalda nima qila olasan? Muz bo'roni. Shu qadar sovuqki nafas olish ham og'rityapti. Ay! Shuncha maqtanib bitta hujumdan ham qocha olmadim. Mana senga zarba. Sen yangi talaba. Mashg'ulot janglarda g'alabaning siri jang boshlanishi bilan kuchli sehr ishlatish. Buni yodda tutish foydali bo'ladi. Nima bo'lyapti o'zi? Bu nima?
Muz qalqonmi? Mening kutilmagan hujumimni shuncha tez himoya qildimi? Demak, afsunlarni juda tez uyg'unlashtirar ekansan. Endi men boshladim. Muz qirrasi. Oddiy ko'nikmadan boshlayapsanmi? Ko'p narsa kutgan edim. Shu bilan meni yenga olaman deb chin dildan ishonasanmi? Tushunarli. Yangi talaba uchun yomon emas. Voy xudoyim, men bittasini zo'rg'a qilgan bo'lardim. Boshladim. Meni qarshi hujum qila olmaydi deb o'ylayapsanmi? Muz qirrasi. Hengil ustoz ham zo'r-ku. Shunaqa ekan-da. Axir ustozning o'zi kuchli bo'lishi ajab emas. Endi eslasam, kirish imtihonida shu afsunni ishlatganding, to'g'rimi? Bu sening maxsus afsuningmi? Lekin afsuski bu menga juda ham yaxshi tanish. Bu bilan meni yenga olmaysan, churvoqqa. Rostdanmi? Xo'sh, sinab ko'ramiz. Muz qirrasi bu safar oldingidan 2 marta ko'p. O'zingcha gapga quloq solmaysan-da. Muz qirrasi. Xohlasam 100 ta ham yasay olaman. Nima? Bu ikkitasi nima qilyapti o'zi? Keling yana ko'paytiramiz. O'ng tomonga 100 ta. Chap tomonga ham, Nima? orqangizga ham. Ishonmayman. Muz bo'laklarini ko'paytirish oson. Lekin ularni qayerdan chiqishini o'zgartirish juda ham murakkab edi. Nima bu? Lekin meniki bularga qarshi tura olmaydi. Muz qalqon. Ular jiddiy shekilli. U muz parchalari qancha kamaysa, shuncha kuchsizlanish kerak edi. Lekin bular kuchli. Axir bular barchasi bir xil sehr-ku. Meni muz qalqonimni yora olmaydi. Aksincha, singan muzlarni qo'shib devorimni yana ham mustahkam qilaman. Zo'r-ku. Keyingilarga ancha ma'no saqlab qolaman. Bunga kallasi yetmadimi? Uning ma'nosi tugaganda imkonim bo'ladi, o'shanda u to'xtaydi. Xo'sh, endi tugatsam bo'ladimi? Ha? Sen shu qalin muz devorini yoraman deb Men o'ylayapsanmi? uni ataylab qalin Hatto qilgan. men sindira olmayman buni. Tepaga qarang. Muz nayzasi. Yo'q. Ma'no sarflab yana qanday ishlatyapti buni? Qanday odam o'zi bu? Hengil sani faqat bitta yo'li bor, qochish. Men tuzoqqa tushdimmi? Muz qalqon. Qalqonim yemirilyapti. Nahotki men o'qituvchiga yutqazamanmi? O'qituvchidan shuni kutgandim. Bu menga qiyin bo'ldi lekin. Voy dod, u rostdan ham yutdi-ku. Ajoyib ekansiz, janob Ali. Aytgandim-ku, ustozim albatta uddalaydi. Xo'sh, imtihon nima bo'ladi? Hengil sensei aytdiki, u bu bahoni osonlikcha o'tkazib yuborishi mumkin ekan. Shunday qilib. Keyingi bosqich. Demak, siz hozirning o'zida yangi imtihon topshirmoqchimisiz? Nima qilishim kerak? Agar kuchli sabab bo'lmasa, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Boshqa maktabda direktorining ruxsati o'zi yetarli emasmi? Ularning qoidasi o'zlariniki, bizniki. Hammasi siz xohlaganda emas. Rahmat, opacha. Voy, hujjatlarga qaraganda, direktorning o'zi ham ba'zigilarga ruxsat bergan ekan. Direktorning shaxsan ruxsati deysizmi? Buni o'ylab ham Men ko'rmang. hali hech narsa demadim-ku. Rostdan ham direktorning yoniga borib gaplashmoqchimidingiz siz? Direktor hozir juda band va bitta talaba uchun vaqt ajrata olmaydi. Agar muhim ishlariga xalal bersangiz, sizni darhol haydab Bu yuborishi menga mumkin. katta muammo bo'ladi. Nega bunchalik shoshilyapsiz, janob Ali? To'g'ri, senga aytmagandim. Men otamni ortidan quvayapman. Sehrni tezroq o'rganib, u odamga yetib olishni juda ham xohlayman. Rostdanmi? Lekin hozir yo'lim to'silib qoldi. Agar hozir sehrimni ko'rsatsam-chi?
Agar haydalmoqchi bo'lsangiz xohlaganingizcha. Kechirasiz, hozir bir narsa esimga tushdi. Bu o'sha yangi maktabning uchish maydonchasimi? Odamlar juda ko'p-ku. Sen ham qatnashishing kerak edi. Men buni qila olmayman-ku. Lekin sen haqiqatdan ham yordam berding. Sen bergan ma'lumot tufayli direktor bilan uchrashishim mumkin. Mana uchish poygasi boshlanadi. Ha, aytganday. Nimani nazarda tutyapsan? Men baribir qatnashmoqchi edim, chunki juda qiziqarli ko'rindi. G'olibni direktor har doim o'zi marosimda tabriklaydi. Mana shuni aytmoqchi edim. Ha, shunaqami? Poygada yutish men uchun ularga o'zimni ko'rsatishning eng yaxshi yo'li. Zo'r fikr. Shunday. Kayfiyatinglarni buzmoqchi emasman, lekin bu musobaqada 300 dan ortiq ishtirokchi bor. Shunchalik oson yutaman deb o'ylayapsanmi? Albatta, men shuni rejalashtirdim. Ha, ustoz, siz udalisiz. O seni ustoz dedimi? Nima, yer kovlash bo'yicha ustozmi? Sen kimsan o'zi? Bunday dema. Bir xil tayyorgarlik kursida birga bo'lganmiz-ku. Ha, shunaqamidi? Men ismim Skyk. Butun dunyodagi eng kuchli uchish sehrgari bo'laman. Bu poygani allaqachon yutib qo'yganman. Kechirasan, lekin bu safar men yutaman. Sen o'tgan safar ucholmaganding-ku. Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsan? Ko'p mashq qilganman. Nima bo'lsa ham ahmoq. Senga qaraganda 10 barobar ko'p mashq qilganimga kafolat beraman. Mayli, o'zingni masxara qilmasang bo'ldi. Voy, qanday qo'pol yigit, muomalasi qanday buni? Ustoz, iltimos o'sha yigitni changda qoldiring. Xo'sh, mana nihoyat bu semestrning Arximay kubogiga boshlanmoqda. Hamma 100% bilan baqirishga tayyormi? Bugungi izohlarni esa men olib boraman. 3-bosqich rahbari Grid. Poyga yashil maktabdan boshlanib, Sehr shahrining asosiy joyidan o'tadi. Keyin orol atrofida to'liq bir aylana qilib shu yerga qaytib keladi. Shuningdek, bugun magistr ham tadbirda qatnashyapti. Kelinglar, olqishlaymiz. Hammangizni ehtiyot bo'lishga chaqiraman. Demak, magistr ekanda. Biz bilan yana o'qituvchi Dambere sensei ham bor. Taklif uchun rahmat. O'qituvchi Dambere juda ham kelishgan. U turmush qurgan bilasizlar-a? Ovozlar ham juda U sizlardan katta axir. Wow, u bilan ko'zimiz to'qnash keldi. U bu tomonga qarab-yo. Ustoz! Ustoz, iltimos, qanday bo'lsa ham Dambere sensei bizdan o'tib ketmasin. U hozir izoh beryapti. Barcha ishtirokchilar start chizig'iga joylashib oling. Hamma joy-joydami? Xo'sh, unda siz bu poygada yutishingiz kerak, ustoz. Tayyorlaning. Olg'a! Poyga endi boshlandi xolos. Lekin ishtirokchilar allaqachon siyraklashib qoldi-ku. Yuqoriga ko'taril! Voy, Marko juda past uchib, tomoshabinlar orasiga kirib ketdi-ku. O'tgan yili ham shu xatoni qilgandi. Ehtimol, u xatodan saboq olmagandir. Afsus, u eng tez uchuvchilardan biri bo'lsa ham. Hozir oldingi guruhda taxminan 15 nafar o'quvchi bor. Ular orasida albatta uchuvchi Mabuda, Dione ham bor. Nima? Ba'zi tanishi bo'lmagan yuzlarni ko'ryapman. Ikkitasi hali birinchi bosqichda o'qiydigan yangi talabalardan. Voy sen, qanday qilib oldingi guruh bilan tenglashib olganingni ayt. Chunki hamma sekin uchyapti. Nima? Bu uzoq masofali poyga. Boshlanishdayoq to'liq kuch bilan yugursang tez charchaysan. Hozir sekin boshlab borish eng yaxshi yo'l. Buni men allaqachon bilaman. Hali kuchim yetadi. Tempni ushlab turish oson. Asl muammo hali oldinda. Oldindagilar institutning bosh darvozasiga yetib kelishyapti. Bu joy juda xavfli. Darvozadan chiqqandan keyin juda keskin chapga burilish kerak bo'ladi.
Xo'sh, yetakchilar bosh darvozaga yaqinlashmoqda. To'xta! Bu tanish manzara. Har yili kimdir burilishdan o'ta olmay suvga tushadi. Meni itarib yuborishlariga yo'l qo'ymayman. Markazdagi o'rnimni ushlab turishim kerak. Darvozadan o'tishim bilan tezlikni oshiraman va chapga burilaman. Ha, endi meni quvib yeta olmaganiga ishonchim komil. Ha, sen hali ham shu yerdamisan? Yetakchilar qizil maktabdan sariq maktabga o'tyaptilar. Biz oldinga o'tib, ularning harakatini kuzatamiz. Ikki yangi o'quvchi ham poygada ekan. Ha, poyganing yarmi oq va qora maktab chegarasida. Qani endi nima bo'lar ekan? Diona hammadan uzoqqa o'tib ketdi. U o'tgan yili 3 marta musobaqada g'olib bo'ldi. O'rnishidan hammani ortda qoldirmoqchi. O'tgan yili uning o'yinini ham kuzatgandim. Bu nima bo'ldi? Men unga yutqizmayman. Ikki poygachi Dionani orqasidan quvib bormoqda. Eng qizig'i, ikkalasi ham birinchi kurs talabasi. Ana u, qani olg'a ustoz. Ha, to'g'ri aytding. Hoylan davrlar ustozimiz uchun qarsak chalinglar. Hayronman. Voy ahmoqlar, ustoz uchun qarsak olinglar. Albatta yetaman. Bu poygada g'olib men bo'laman. Albatta. Men bu poygada g'olib bo'laman. Sen hali to'liq tezlikda yugurmayotgan edingmi? Sen hali to'liq tezlikda emasmiding? Diona o'quvchilarni anchagina ortda qoldiryapti. O'quvchilarni anchagina ortda qoldiryapti. Men hali bor kuchimni ishlatmadim. Agar ishlatsam, tezda uni quvib yetaman. Tamom, bo'ldim. Manam allaqachon tugab qolgan. Ishonmayman. Yutqizdimmi? La'natda, keyingi yilda meni ko'rasan. Skyki kuchi tugab, yetakchilardan ortda qoldi va birinchi o'rindagi da'vosini boy berdi. Ammo birinchi musobaqada shu darajaga chiqishi zo'r. Kelajakda u yaxshi bo'ladi. Ha, to'g'ri aytingiz. Aha. Hali bitta ishtirokchi qoldi va Dionani qat'iyat bilan qo'yapti. Hali kimdir bor edimi? Unday bo'lsa yana tezlashaman. Menda parvoz sehrini mashq qilish uchun atigi 2 oy bo'lgan. Hozircha bundan tez ucha olmayman. Boshqa ilojim yo'q. Yashirin qurolimdan foydalanaman. Voy, bu nima bo'ldi? Bu nima bo'ldi hozir? Ariel to'satdan tezligini oshirib, uni quvib oldi. Bosdan oldin u biroz g'alati harakat qilgandek tuyuldi. Ustoz, fikringiz qanday? U sakrayapti. Ha? U oyoqlarini ostiga havo qatlamini yig'ib, o'sha havodan sakrab o'zini oldinga otyapti. Bunaqasi mumkinmi o'zi? Yashil sehr bilan havoni zichlashtirishim mumkin. Shunda u yetarlicha qattiq bo'ladi. Lekin odatda bunday sakrash kuchli tezlik bermaydi. Ammo Ariel juda tezlashib ketdi. Demak, uning oyoq kuchi juda katta. Bunday kuch faqat oliy darajadagi qilichbozlarda bo'ladi xolos. Nima? Demak, Ariel shunaqa kuchli ekanda. Kuzatib turadiganlar o'tkir ko'zli ekan. Lekin aniqroq bu osmondagi qilichbozlar mahorati. Endi biz finishga yaqinlashdik. Sehr institutining bosh darvozasini yana ko'rinyapti. Ariel ham Diona ham ortga chekinmayapti. Natija oxirgi lahzaga noma'lum qoladi. Bu yomon bo'lishi mumkin. Nima, sensei? Bosh darvozaga yetguncha ular yana bitta keskin burilish qilishlari kerak. Bu tezlikda burilsa, Agar sekinlashmasam yomon bo'ladi. Hozirgacha biz tezlikda teng edik. Agar kim sekinlashsa, o'sha yutqazadi. U hali ham sekinlashmayapti. Yo'q, davom eta olmayman. Diona shu tezlikda tezligini kamaytirdi. Ariel yetakchilikka chiqdi. Ajoyib ustoz. Hammani ortda qoldiring. Lekin bu tezlikda burila olishi imkonsiz-ku. Va hozir
U burchakdan o'tdi. U qo'llari bilan o'zini boshqargandek tuyuldi. Bu oldin oyog'i bilan qilganga o'xsharkan. Ehtimol uning qo'l kuchi ham juda kuchli. Real marraga yetib keldi. Bu semestrning g'olibi, yangi talaba. Ajoyib yutuq uchun. Ajoyib. U rostdan ham uddaladi. Endi uni sinfsiz deyish olmaydi, g'alati-ya. Hayratdaman. Men birinchi kurs talabasiga yutqazaman deb o'ylamagan edim. Ha, zo'r poyga bo'ldi. Ha, boshqa safar meni yenga olmaysan lekin. Skyki ham maradan 3-chi bo'lib o'tdi. La'nata, keyingi safar hammangni yengaman. Ha, bu juda maroqli bo'ldi. G'alabangiz bilan tabriklayman. Mana sertifikat va medal. Rahmat. Nima ekan? Meni ikkinchi kursga o'tishimga ruxsat berasizmi? O'zingni juda ham qo'yilmaqom ko'rsatding. Davom etaver. Birinchi yildan o'qib turib yutganingga qoyilman. Qayerda uchishni o'rganding axir? Albatta darsda. Qanday epchil javob. Demak, sirlarni osonlikcha aytmaysan. Aslida aytganim rost. Xo'sh, kelajakda nima qilishingizni ko'rishni intiqlik bilan kutaman. Yaxshi. Endi qizil, ko'k va yashil bo'yicha ikkinchi kursdaman. Yana 3 ta qoldi. Sensei! Bu akademiya imtihonlari juda qiziqarli ekan. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Ego, ya'ni men. Bu 9-qismi juda ham ajoyib bo'ldi. Uchish va poyga juda ham qiziqarli, ayniqsa hammani hayratda qoldirish. Albatta, samarali mehnat va o'zini ko'rsata olish bu juda ham ajoyib. O'zini mehnatini mevasini yeyish esa undan ham ajoyib. Albatta bu animeni ko'rishda davom etamiz va kommentariyalarda izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Ovoz aktyorlariga ham juda ham oson bo'lmadi. Ovoz berib olish hozir soatda mana 9:30 bo'libdi. Ovoz berishda adashmasam 7:30 da boshlaganman. Qancha vaqt o'tdi? Albatta mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddaman va keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr do'stlar.